Dalshi ko'rsatamiz. Qolgan bloklarda qanaqa ishlar ketayotganini. O'rayda turgan bu bizning 4-blok hisoblanadi. Ko'chaga qaragan. Ko'rib turganingizdek 4-blokda hech qanaqa ish qolmagan. Romkalar taqilgan, sesni poyezdlar qo'yilgan, aviatsiya ishlar hammasi bo'lgan. Tomga tayyor hisob etganda. 3-blok ishlari 4-etajda, 2-blok ishlari ham 4-etajda. Hozirgi asosiy fokus tomga qaratganmiz. Основной ishda ishlar terilyapti, xonalarga ajratilyapti. Tomga tayyorlab berganmiz, polni. Ertaga beton qolgan. Aviatsiyasini quyib bo'lsak bo'ldi. Tomchilarga уже vizib ketgan, tomchilar startda tayyor turibdi. Tom yopish jarayonlarini boshlaydi yaqinda. Tomni yoqdan yopib kelgancha 2-blok tomini yopgancha 1-blokda tomini tayyorlab beramiz. Xudo xohlasa.